Assalomu alaykum, Karavan korxonasi mijozlari. Bugun sizlarga yana bir bomba skitkani e'lon qilmoqchimiz. Bu skitkamiz ham mijozlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun, optimchi opa-singillarimiz uchun, adminkalarimiz uchun Ramazon oyiga bomba skitka qilib bermoqchimiz. Ko'rib turganlaringdek, ushbu komplektlarimiz qoma komplekt bo'ladi. 2 kishilik komplektini ichida qoma pokrivali, prostinasi hamda ikkita nalochkasi bo'ladi. Razmerlari kattagina, naqdgindan 30 xilga yaqin rasvetkasi bor. Hamma rasvetkalarini sizlar uchun chiroyli qilib divanlarga yoyib obzor qilib berishga harakat qilaman. Ushbu komplektimiz ko'rib turganlaringdek hammasi bir-biridan chiroyli, eng hadovoy rasvetkalarda chiqarganmiz. Bemalol o'zlaringga yoqqanlarini tanlab zakaz berishlaring mumkin. Ushbu mahsulotimizning materiali Xitoy HB bambuk. Xitoy HB bambuk qanaqa material? Shu haqida ham sizlarga tushuntirib ketmoqchiman. Bu Xitoy HB bambuk degani 100% paxta degani emas. Hibisi ham bor ichida, bambuki ham bor. Ikkalasini aralashmasi. Bambuk degani o'zi aslida poliester degani. Hibi materialni o'zidan ham misol uchun pastel tikib qo'yilsa, bilasizlar, bozorlarda hibi maykalar, hibi bilyolar sotishadi. Yuvib yoyganingizdan keyin qiyshayib, cho'zilib, o'zini kачествосini yo'qotib qo'yadi, hibi bo'lgani bilan. Shuning uchun ozgina miqdorda poliester aralashtiriladi. Shuning uchun sizlarga mahsulotimiz materialini hibi bambuk deb aytyapman. Ikkalasidan ham aralashma. Bu 100% paxta degani emas. Ko'p opa-singillarimiz buni bilishmaydi. Material haqida 100% ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, bambuk boshqa, hibi boshqa deb har xil negativ fikrlar bildirishadi. Shuning uchun sizlarga tushuntirib ketyapman. Mahsulotimiz hibi bambuk bo'lgani bilan O'zbekistonniki yoki Bishkekniki emas. Ushbu hibi bambuklarimiz to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan keladi bizga. Materiallar, rulonlari to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan kelinadi. O'zimizda Karavan brendi ostida Karavan korxonasida ishlab chiqariladi. Bemalol mazza qilib, yumshoqqina yuvib ishlatishlaring mumkin. Kачестволari juda ham zo'r. Qizlarimiz sarpolariga xohlagan rasvetkalaringdan tanlab xarid qilib olishlaring ham mumkin. Quda andalarga, sarpollarga, sovg'alarga, ehsonlarga judayam zo'r mazza mahsulot. Foydalanib qolishlaring mumkin. Ramazon skitkasidan foydalanib, hozirdan Ramazon skitkalarimizni e'lon qilib ketyapmiz. Vaqtliroqdan obzorlarni boshladik. Sababi hamma klientlarimiz, hamma mijozlarimiz ulgurib qolishlari uchun, o'tgan safar skitka qilganimizda ko'pchilik ulgurmaganligi uchun mana oldindan boshlayapmiz obzorlarni. Bemalol adminkalarimiz lichkalariga yozib, o'zlaringiz zakazlaringni amalga oshirishlaring mumkin. Mana hozir sizlarga bittasini ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganlaringdek qoma pokrivali, prostinasi hamda ikkita nalochkasi bo'ladi. Atroflarida shunaqa chiroyli pirpirelari bor. Sarpolarga juda ham zo'r turadi. Sarpoga qo'ysalaring, sarponi yanada ochib beradi. Juda ham chiroyli. Hamma rasvetkasi mana xohlovchilarga rozeviy, ochiq, yosh kattalarga, yoshlarga hammaga birdek tushadigan rasvetkalari bor. Aytib o'tganimdek, naqdgina 30 xilga yaqin rasvetkasi bor. Hammasini sizlarga chiroyli qilib divanlarga yoyib, obzor qilib beraman. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 95 ming so'mdan sotilgan mahsulotimizni Ramazon skitkasiga sizlarga bomba skitka qilib bermoqchimiz. Ushbu 2 kishilik komplektlarimizni hamma rasvetkasini 75 ming so'mdan tanlab olishlaring mumkin. Bilasizlar, bizda optim mahsulotlarimiz tez tugab qoladi. Shuning uchun tezda adminkalarimiz lichkalariga yozib, zakaz berib olishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab pochta dostavka xizmatlarimiz bor. Bemalol zakaz berishlaring mumkin. Xohlasalaring bemalol do'konimizga kelib xarid qilib olishlaring ham mumkin. Manzilimiz Qo'qon shahar. Adminkalarimizga Telegram orqali bog'lansalaring, manzilimizni tushuntirib, lokatsiyalar tashlab beramiz. Karavan korxonasi sizlar uchun har doim xalq xizmatida.